original deb xarakteristika berilgan termosimiz yetib keldi. Bu ichini tozalashga qo'shimcha bir nimasi ekan. Mana o'zini ochib ko'ramiz. Menga qiziq tomoni, hamma tomoni metal deyilganda, qopqog'igacha metal deyilgan. Juda ko'p termoslarda qopqog'i plastmassa bo'ladi. O'sha plastmassa termosdagi qaynagan suv yoki choyni ta'mini buzib qo'yadi. Qanaqadir bemaza ta'm va noxush hid beradi-da. O'shani hisobiga hamma tomoni metal, noxush hidlar bermaydi degan xarakteristika yozilgan termosdan zakaz qildik. Ko'ramiz ochib. Bismillah. Xo'p, 1 litrlik bo'lishi kerak bu. Vacuum Top Sport. Tagi nima deyapti? Made in China. Xitoydagi bo'lgan bilan, lekin sifatli narsa bo'lsa bo'ldi bizga. O'shani qopqog'i rasmda ko'rganman, kichkina ekan. Rasmda xuddi kattaga o'xshab ko'rinardi. Masalan, mana bu kichkina stakanlar bor, plastmassa stakanlar, shundan ozgina kichikroq. Lekin metal. Ichi ham metal. Shunisi yaxshi. Qaynagan suv quyilsa ham nima o'zgarishsiz, ta'mida o'zgarish bo'lmaydi. Suv sifatli bo'ladi. O'sha tomoni yaxshi. Xo'p, buni qo'ydik. Qopqog'i. Mana shu qopqog'i juda ko'pchiligida plastmassa bo'ladi. Endi hammasida plastmassa bo'ladi. Bu mana metal. Rezina bormi deganlar uchun mana o'rtasida, mana orasida rezinkacha bor ekan. Mana yaqinlashtiraman. Lekin mana bu suvga kirib turadigan qismi, asosiy qism metaldan iborat. Buyog'i ham metal. Shunisiga qiziqib oldik, zakaz qilib oldik. Mana qo'yamiz, ichida choy damlashga обычный narsalari. Bu chiroyligina narsalar qilibdi. Buralar ekan bu. Ichiga ham choy tashab qo'ysa bo'ladi, xohlagan quruq choyda, endi quruq choylar tashlab qo'ysak bo'ladi. Bizda ham paketchali choy, paketchalini ham solib qo'ysak bo'ladi. Ajoyib ishlabdi. Yaxshi, metal, mana hamma tomoni metal bo'lgani yaxshi. Qo'yamiz. Ichki qismiga o'tadigan bo'lsak, 2 barmoq sig'adi, 3-chi barmoq sig'maydi. Buni ichini tozalab turish uchun mana bunaqa narsa qo'shib bergan. Lekin bu ichi chuqur. Mana ulagan taqdirimizda ham tagiga yetib borish qiyin. O'zimiz qo'l bola nimadir yasashimizga to'g'ri keladi baribir. Ichida qog'oz va mana bunaqa narsa. Yaxshi. Buni endi ishlatib bir haftalar ishlatib ko'ramiz. O'shandan keyin yakuniy xulosaga kelsak bo'ladi. Yangiligida yaxshi sifatli bo'lib turaveradi. Choy buzilmaydi, ta'mi buzilmaydi, yoqimsiz hidlar qo'shilmaydi yangi paytida. Lekin ozgina ishlatgandan keyin, undan keyin ko'ramiz qanday bo'ladi. Lekin ixchamgina, kattamikan, qo'polmikan deb o'ylagandim, yo'q, ixchamgina ekan qo'lga ushlashga. Mana bu joyi nozik bo'ladi lekin.
Bilmadim. Nozikka o'xshayapti. Nozikka o'xshayapti. Mana bu menga hozircha kerak emas. Buni korobkasiga solib qo'yamiz. Asosan qaynoq suv solishim kerak. Suv solib nima qilib ko'ramiz? Ichiga suv solaymi? Xullas mana yana ochamiz, buni ichiga suv quyib ko'ramiz. Keyin mana bunday qilib to'nkarib ko'ramiz. Suv oqadimi, oqmaydimi? Plotnos yopilishi qanday ekan tekshirib ko'ramiz. Hop, qaynagan suv ham menimcha yetadi. Yopildi. Yaxshi. Ajoyib. Ajoyib. Oh. Ajoyib. Like. Hozircha yoqdi. Mana bular nimada tursinchi. Keyinchalik kerak bo'ladi.